Bu Tojikistondan olib kelingan Gultoji xo'roz urug'idan ko'kartirilgan ko'chat ekan. Ana shunday do'stlar. Shu otaxonimizga rahmat. Assalomu alaykum mahalladoshlar. Diqqat, shoshilinch, tezkor xabar. Mana masjidimiz. Mana shu masjidimizga kuni kecha 2 dona balonni shakl berib, chiroyli qilib kesib qo'ygan edik. Mana bugun bir ukamiz daladan unumlik, yaxshi toza tuproqdan olib kelib berdi. 2 qop ikkoviga solib qo'yganmiz. Agarda kimda uyda chiroyli gullar bo'ladigan bo'lsa, mana ob-havo ham yaxshi, salqingina. Mana shu ob-havodan foydalanib, mana shu balonimizni ichiga ekib qo'ymoqchimiz. Xo'sh, kamida 10-20 tup gul ko'chat kerak. Tezkor, shoshilinch. Mana bu ob-havodan foydalanib ekib olsak, salqingina inshaalloh olib ketadi. Murojaat uchun telefon raqam 93lik 323 0081. Turlibekov Abdurashid Yusufoğlu. Mana shu bugun ekib qo'yaylik mahalladoshlar. Mana do'stlar, masjidimizga gul ko'chatlari kerak deb xalqimizga murojaat etgan edik. Mana shu murojaatnomamizga shu mahallamizdan bir otaxonimiz, nafaqadagi otaxonimiz befarq bo'lmay, mana menda Gultoji xo'roz degan gul bor. Xudo xolasa, mana chiroyli bo'lib turadi shu yerda deb olib kelib berdi. Mana ekib qo'ydik. Ajoyib qilib, Alloh rozi bo'lsin. Shu otamizdan sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Inshaalloh bu Gultoji xo'rozlarimiz ko'karib ketsa, gullarimiz ajoyib bo'lib turadi. Mana masjidimizning zinasini yoni. Mana bu balonga ekdik mana joy qilib. Bu Tojikistondan olib kelingan Gultoji xo'roz urug'idan ko'kartirilgan ko'chat ekan. Ana shunday do'stlar. Shu otaxonimizga rahmat. Ajoyib gullar bo'lib turadi deb olib kelib berdi mana masjidimizga. Mana bir tomonda mahallamizda yana bir ukamiz mana gullarning orasiga yana gul ekib ajoyib qilib qo'yapti. Horma Ulug'bek. Zo'r gul ekan-ku va? Ana shunday do'stlar. Rahmat. Mana masjidimizga o'z hissasini qo'shayotgan insonlarga Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh bu Gultoji xo'rozlarimiz ko'karib olib ketsa, ajoyib bo'lib turadi. Ana shunday do'stlar.